O'rtoqlar, arzon uy so'raganlarga bu videoni bemalol jo'natib qo'ysalaring bo'ladi. Paxtazordan, ya'ni shaharning qoq markazidan uyimiz chiqdi. Arzonchi uy. 2 xonali, 4 qavatli domda 3-qavatda joylashgan 2 xonali uyimiz sotilmoqda. Endi ko'rsatadigan bo'lsam, kirish eshigimiz asosiy eshik. Eshiklar almashgan ekan. Endi ko'rsatadigan bo'lsak, bu tarafda sanuzel va oshxona. Sanuzullarni ko'rsangiz, sanuzullar hamma narsasi yangi qo'yilgan va baklar o'rnatilgan, aristonlar oshxonaga o'rnatilgan ekan. Mana shu holatda, ya'ni remont qilib olasizlar. Arzon uy so'raganlarga jo'natib qo'yib, bizga like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu yerda bitta xonamiz, xonalar ichma-ich joylashgan. Bu tarafda balkon osma balkon, akfala qilingan. Ko'rishingiz mumkin. Tashqi taraflari ham akfa qilingan. Narxini oxirida aytaman. Joylari Karpaliqda joylashgan. Bu yerda esa ya'ni ikkinchi xonamiz joylashgan. Xonalar ichma-ich, konditsionerlar ishlaydi deyishyapti. Endi mana Karpaliq, ya'ni Paxtazorda joylashgan joyimiz, 3-qavatda joylashgan uyimiz Srochniga, ya'ni oxirgi narxi 310 million so'm bo'lishi deyishyapti. Kimga qiziq bo'lsa kelib olishlaring mumkin.